Assalomu alaykum hurmatli shaxmat ishqibozlari. Sizlarga yaxshi yangilik. Siz shaxmatga qiziqasiz, lekin uni qonun qoidalarini bilmaysiz. Endi bu muammo emas. Chunki Oqoltin tuman markazimizda Oqoltin shaxmat klubi ochilmoqda. Klubimizda darslar davomiyligi 3 oy. Sizga birinchi oyda shaxmat haqida, shaxmatni kelib chiqish tarixi haqida, shaxmat haqida nazariy bilimlar, shaxmat donalarini har bittasi haqida darslar o'tiladi. Ikkinchi oyda shaxmatda qanday hujum qilish kerak, qanday himoyalanish kerak, qanday strategiya tuzish kerak, ular haqida darslar o'tiladi. Uchinchi oyda shaxmatda endshpil asoslari, vaqt nazorati va turnirga tayyorlov darslari o'tiladi. Darslarimiz haqida yanada ko'proq ma'lumot olish uchun Oqoltin shaxmat klubi kanaliga a'zo bo'lasiz va adminlarga murojaat qilasiz. Bizda darslar ham onlayn, ham offlayn tarzda o'tiladi.